Turkiyadan yana o'zbeklar yomon xabar, mana videoni ko'ringlar. Mana bu qizimiz 3-etajdan tushib ketibdi, patroni bilan gap talashib, patron orqasidan itarib yuboribdi, hozir eslolmayapman deyapti. Sotraseniya bo'lgan, boshida gematoma, jog'i yirtilgan, jog'i yorilgan, tikishgan, qo'llari, umurtqalari, oyoqlari singan. Yordam qilinglar deyapti. Ikkita bolasi bor ekan. O'zbekistonga ketaman deyapti. Hozir bu ahvolda ketolmaydi. Operatsiya qilish kerak ekan. Iloji boricha shu qizga yordam beraylik, shu ayolga. Eshiklarni qulflab qo'ydi. Ichidan chiqishni xohladim. Jimda chiqib ketishni xohladim. Unga kuchim yetmaydi mana. Seni o'ldiraman, urib, oyoq-qo'lingni sindirib deb. Turkiyada ishlashni boshlaganingizdan keyin patron, ya'ni xo'jayinlarni ish berayotganini to'g'ri tanlanglar va ishlayotgan joylarni обязательно yaqininglar bilsin. Agar sizlarga qanaqadir zo'ravonliklar bosh narsa qilishsa, xabar bersanglar bo'ladi. Qat'iy o'zbek xotin haqlari, ya'ni Ozod opaga telefon raqamlarini qoldiraman. Любой situatsiyada qanaqa qiyinchilikka tushib qolsanglar, telefon qilsanglar sizlarga yordamchi bo'lishadi.